Uretra strukturasini zamonaviy davolash turi. Zamonaviy davolash usullaridan biri bu Optimum davolash metodi hisoblanadi. Bunda maxsus balon kateter, ya'ni kengaytiradigan kateter uretrani toraygan joyiga kirgiziladi hamda bu toraygan joyini balon hisobiga, shirish hisobiga kengaytiriladi. Hamda bu kengaytirilgan joyda balonni maxsus tepasida maxsus modda paketaksel, ya'ni bu ximiya preparat bo'lib, bu o'sha toraygan joydagi chandiqlanish prosesini to'xtatishga ta'sir qiladi. Bu hozirda ko'plab Yevropa davlatlarida hamda Amerika davlatlarida qo'llanib kelinmoqda. Bu jarayon qisqa vaqt 15 minut davom etadi. Undan keyin bemorga kateter qo'yiladi. Kateter bilan bemalol siyib 2 kundan keyin kateter olib tashlanadi, siyishga ruxsat beriladi.